Assalomu alaykum O'zbekiston xalqimiz va ilmli, bilimli, o'zini shaxsiy fikriga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolari. Shu bilan bir qatorda Rasul Kusherbayev va Ezgulik tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov. Sizlarga shuni ma'lum qilamanki, biz 135-moddaning Fuqarolik kodeksining 135-moddaning 2 va 3 qismiga binoan bolalarning otasi va amakilari tomonidan sotib yuborilganmiz, uy-joy mol-mulkiga qo'shib. Bunga sheriklik qilgan mahalla raisi Yunusobod tuman Posira mahalla raisi Xolida va Uchkovoy Botir va Alimqulov Shuhrat, Alimqulov Sherzod, Ibragimov Suhrob, Ibragimov Dilshodlar tomonidan kelgan advokat Obid ismli, familiyasi esimda yo'q, uyimizga kelib menga majburan imzo qo'ydirgani kelishgan. Imzoni qo'ymaganligim tufayli bu uylar, joylar sotilib ketgan. Meni zaksimdan, meni doimiy yashash huquqimdan, bolalarim propiskasidan, meni propiskamni o'chirish bo'yicha 2-3 marta bolalarim o'chirilgan. Prezident portaliga telefon qilib ular orqali qo'yganman. Hozirgi kunda 7 marta sud bo'ldi, meni bolalarim bu uy joydan chiqarishgan. Odam savdosini yuzaga keltirganlar haqida Yunusobod ichki ishlar rahbarini, GUVD rahbarini, MVD rahbarlarining xabarlari bor. Prokuratura Respublika, Toshkent shahar prokuraturasi, Yunusobod prokuraturasi, hokimiyatni, Xotin-qizlar qo'mitasini xabarlari bo'lishiga qaramasdan voyaga yetmagan 15 yoshli qizimni oldiga begona erkaklarni kirgizish. Bular haqida necha marta chiqdim. Bolam psixonevrologik 14 yoshgacha hisobda turgan, sog'ligi haqida mana shu gunga 102 ga necha marta murojaatim bor. Hech qanday anaqa ko'rilmadi. Bizga zulm qilindi. Ikkita bolam hozirgi kunda yurak yetishmovchiligi kasalligiga duchor bo'lishdi. Fobichskiy nevroz, aktivniy fobichskiy nevroz 13 yoshli o'g'limda, qizimda qalqonsimon bezida kista paydo bo'lishi. Xullas, shunchalik bizni zulmga olib kelishdi. Endi O'zbekiston davlat prezidenti 2016-yilda Islom Karimov prezident vafotidan so'ng vaqtinchalik prezidentlik ishini olib borayotganda qarorlari bor edi. Har bir kelin tushgan qaynotasining propiskasiga qo'yilishi, bolalari ham qo'yilishi, keyin ajrashayotgan kelinlar uy joydan haydab chiqarilmasligi, propiskasi o'chirilmasligi, endi erining mulklari, uy joylari, mashinasi bo'lsa sotuvlari taqiqqa qo'yilgan edi. Shuni qancha joyga bormayin, unday qaror yo'qligini aytishdi. Qog'ozbozlikka qarshi kurashish, poraxo'rlikka qarshi kurashish prezident qancha qarorlari bor edi.